ijtimoiy tarmoqlar, TikTok kabi qisqa videolar bizni hayotiy maqsadlarimizdan chalg'itib, niyatlarimizni amalga oshirishga to'sqinlik qiladi. Odamlarni sabr toqatsiz bo'lib ketishi, kitoblarni o'qiy olmay qolishiga, hattoki kino filmlarni ko'ra olmay qolishiga olib keladigan narsa mana shu qisqa vaqtli videolar hisoblanadi. Qisqa vaqt reklamli videolar inson diqqatini maksimal darajada qisqa vaqtga yopishtirib qaratib olishga ataylab moslab ishlangan. Ya'ni insonda bu videolar qaramlik chaqirish uchun ishlab chiqarilgan bu platforma. Bizda ongimizda dopamin degan gormon bor. Bu gormon odam biror bir faoliyatni bajargandan so'ng oxirida mukofot sifatida ajralib chiqadi va insonda qoniqish hissi, baxtiyorlik hissi paydo bo'ladi. Odamda tez dopaminni qabul qilib olishiga va shundan tez qoniqish paydo bo'lishiga olib keladi va bu narsa odamda dopamin qaramligini chaqiradi. Bu ham xuddi sigaret qaramlik, narkotik qaramlik, alkogol qaramlikka o'xshagan qaramlikni bir turi va bugungi kunda eng ko'p keng tarqalgan qaramlik aynan shu qaramlik bo'lib qolyapti. Operativ xotira va uzoq muddatli xotira mavjud. Bu videolarda hammasida operativ xotira maksimal darajada ishlaydi va siz ana shu 1 soat, 2 soat davomida yuzlab TikTok videolarini o'tkazib ko'rishingiz davomida operativ xotira charchashiga olib keladi. Bular diqqatni charchash, operativ xotirani charchashi, emotsiyani charchashi, bu insonda horg'inlik, jizzakilik, sabrsizlikka olib keladi.